Ayting, ishingiz bitsin. Men $1 foyda umidida emasman. Men agar bularga olib bersam, keyin nasiyalik uchun men o'zim foydamni qo'yib beraman. Tushundingizmi? Mana откровенный savdo. Men kim bilan mashina sotsak, xuddi shunday savdo qilamiz. Shuning uchun ham narxini o'tib bera olmaymiz. Mana mashinalar narxini nima o'tib bera olmayman? Chunki buni ham egalari bilan xuddi shunday baraka qilganmiz-da. Shuning uchun o'tib bera olmaymiz. Oxirini qo'yamiz. 18 ming bering. Yo'q, 18. Bering 18 ming. Mayli, bular olmasalar men sana beraman 18. Eng taqalgan 19. Probega qancha bo'ldi? 17,5. 17,5 ming 25 dan yili. 2025. Bering 18 ga. 18 qilyapman Baxtiyor akam hurmati. Keyin 2 kun 3 kundan keyin kelib oling 18 ga siz olmayman. Bering 18. Aka yomon narx qildim. Ha? Dangal narx qildim. Dangal narx qildim. Boya sizga necha pulgacha olib beramanmi? 16. Yili pastroqda. Bu yangi ekan. Yangi ekan. Bering. 19 da taqalgan 19 ga undan boshqa Bo'ldi, maslahatlashib aytasiz, xo'pmi? Malamaja narx qilmadim-da. 2025 pokoleniya metan gazlari qo'yilgan ekan. Menimcha holati вообще ideal turibdi. 18 mingga berishmadi. 18 mingga berishmadi. Yangidek mashina hech qanaqa kamchiligi yo'q.